Untamlar ustası Turg'unjon Ablat ustamni alayda taklif qildik. Turg'unjon ustam, sizning bu son programmamizga qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashganingizga ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Unda esa bu fursatdan foydalanib bizga qanday taom tayyorlashni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lyapsiz. Bizning Tumaris oliy mehmonxonamizning o'zgacha bo'lgan mayda pishirilgan meva go'sht qo'rmasini ko'pchilikka sunmoqchimiz. Ha, Tumaris oliy mehmonxonasining alayda o'zgacha bo'lgan meva go'sht qo'rmasi. Ha, meva go'sht qo'rmasi. Ha, ma'qul. Unda esa bu qo'rmoq ketirgan materiallarni bir Materiallardan qo'y go'shti, sabzi, zanjibil, tuxum, piyoz kuki, yer yanqi, tetuqlardan tuz, oq moch, zira talqini, kraxmal, 13 xil ta'mli tetuq qatorliqlar. Ha bo'ldi. Bu yaryanqini xammo pishqmi yoki mayda pishirib olganmi? Yo'q, mayda emas, buni o'zimiz duxovkaga solib pishirib olgan. Ha, qanchalik vaqt pishirdi buni? Buni taxminan duxovkaning osti ustini 150 gradus tanshab, yarim soat atrofida pishirib bo'ldi. Yarim soatlar atrofida. Ham yaryanqini duxovkaga solib yarim soat atrofida pishiramiz. Bek mezlikda qilib, ha. Hamsa boshlaytamdi? Boshlaytini. Ha, bo'ldi. Avval go'sht to'g'ralamiz. Ha, tayyorlagan go'shtimizni qanchalik go'sht ketadi bunga? O'zimiz miqdor ixtiyorimizga qarab ishlasak bo'ldi. Biz qilib to'g'rayotganmiz avvalo. Ha, avval biz qilib ushaq to'g'rab olamiz. Ha, qiymoq to'g'ragandek qiymoq to'g'ragandek. Şu çok kichiligi bo'ldi mana shuni. Yo'q, uni ushaq suv qo'ydimiz. Ushaq unni olib, to'mash oldiga suv qo'ydimiz. Mush fursatda Tumarisning alayda tamoqlarga eg'izdek olgan bo'ldik-da bizmi. Shunami? Shunda Tumarisga kelsangiz chuqum yaxshi tamoqlar, yaxshi mulozimat. Tumarisga bir bormasangiz zot qanday uxmaysiz zot. Ha, bo'ldi. Xudo chuqum berib qo'y. Mana endi ushaq suqib olsak. Taqdim ushaq qilib mana. Keyin ajoyib ish qildik ekan-sizlar. Qaramay turibmi qilamiz sizga dedik. Qaramay turibmi qilaman? Ha, bo'ldi, qarab qolaman buguncha. Endi sabzini ushaq. Shuni o'xshash to'g'ramiz. O'xshash to'g'rab olamiz. Xo'lam sabzini mandaq nipis to'g'rab olamiz. Endi buni qalamchaklarga qilib, ushaq qalamchi qilamiz. Bir inchik qilganmiz, ha. Ketadigan materiallarimiz bek emasga buni, ha. Ha, oddiy o'ylarda qilib sanab yeyishga. Aplikanda qolaylik. Endi buni ushaq ashdan qamaslashtirib, go'shtni to'g'ragan go'shtimizga. Nipis yalpaqlab to'g'ragan axir qancha nipis to'g'rasak qancha yaxshi bo'ladi. Buni to'g'ragan go'shtimizning yeniga elib aralashtiramiz. Endi zanjibilni yavaşlık to'g'riq to'g'raymiz. Avval yalpoqni olib, zanjibilni. Masalan, buning o'lchimi qanday bo'ldi? Masalan, qanchalik go'shtga qanchalik sabzi qo'shimiz, qanchalik zanjibil qo'shimiz degandek. Buningga go'sht jiqroq. Ha. Sabzi endan azroq. Endi zanjibil ashun ta'mi tetiqdek bo'lsa bo'ldi. Endi o'ylarda ham yetib yeyishga, endi o'yning odam soni jiqroq bo'lsa, jiqroq ketadi. Bu zanjibilni mana ushaq to'g'ramiz. Ushaq to'g'ramiz. Zanjibilni odatda to'g'raganda qattiq qo'yib, oxirgi vaqtlarimizda qattiq. Buni rost degandek o'zining yo'li bo'yicha to'qilmalarining yo'li bo'yicha to'g'risi bek yumshoqgan bo'lsa, ta'tirsiga to'g'risi qattiqga to'g'rashgan afsiz. To'g'ragan zanjibilni
Şu go'shtimizning yanıga olamiz. Endi piyoz ko'kini başınçılık yumshoq qilib to'g'raymiz. Endi buni qiymasini yasab olamiz. Ha, qana tayyorlaymiz. Tayyorlash uchun avval tuxumdan 2 tal chiqib, Seriqla ayqini bir xil chiqsaq bo'ldi, aralashtirib. Tuz. Oqmuch. Muvofiq miqdorda. 13 xil ta'mlik teztuxumdan sal ko'proq. 13 xil tamlik doğru demekni Ha, aralashtirib yasagan aralashtirib. doğru demekmi bu? Ha. Ha. Ondan zir talqindan azroq qo'yib Kraxmalni hozir samamdu. sanmaymiz. Kraxmalni hozir ishlatmaymiz. Nimishqa? Chunki kraxmalni hozir qiyma qilib qo'ysak, qiymini qatirib qo'ydi. Ha. Hozir qiymini tayyorlab, qiymini aralashtiramiz. Baş suyuq materialdan faqat tuxumni Tuxumni ishlatamiz, suv qatmaymiz. Qiymini tayyorlab oldik. Qiymini tayyorlab aralashtirgan vaqtimizda cho'qim kuchtalab qiladi. Kuchlik qattiq urib aralashtirishimiz kerak. Nimish bunda qilamiz? Chunki ma qiymini berishmaydi. Ta'mlar bir-biriga singib, ma pishirgan vaqtimizda chechilib ketadi. Ha. Ta'mni hammaga singish uchun qiymini kuchtalab qiladi. Mana qiymim tayyor bo'ldi. Endi Buni aslini mayli olamiz. aslini taqsining aslini mayli olamiz. Chaplashib qolmaydi onda bo'lgan vaqtida. Taqsining aslini maylagan vaqtimizda tutib olmaydi taqsiga. Chuchigan may bilan maylamdiq yoki chuchimisin bo'laydi, ha? Chuchigan may bilan maylaymiz. Chuchigan may bilan. Chuchigan may bilan maylaymiz. Mana qiymimiz tayyor bo'ldi. Qozon qaynadimi ustam? Qozon qaynabdi. Qaynabdi, ha? Qaynagan qozonimizga silib Qanchalik vaqt to'laymiz? 20 minut dumsak bo'ldi. Pishamdi? 20 minut pishadi. Ha. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan itizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan subaydim burun didorlashqim keladi. O'zimni yerda emas, saman yo'li dis qilyapman. Xamanda don emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat yo'lisi meni murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarida oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqding. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap oltinga pardoz yarashmagandek, sanama aqartqush, kuchaytgush, ko'ptirgishlar yarashmaydi. Oq yulduz yurishlik unlari. Şinjan Qızlar Kəsbi Məktibi zamanəvi oxutuş binasıga ən ilğar həm toluq bolğan oxu-oxutuş və əmli məşğulat əsləhələrinə, layaqətlik və təcrübəlik oxutucular qoşunuğa ega bolğan dövlət ilgilikidəki kəsbi texnika tərbiyələş bazası. Bu məktəb aşpazlik, pechini pranik tayyorlash, tikuvchilik, o'sin tuzash, chach yasash, kompyuter kasbi bo'yicha yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Telefon 0991 261 0001. Qiymimiz pishqicha 20 minut atrofida biz barangini to'g'ri tayyor qilamiz. Bunimi qo'shamdi? Buni qat iste'mol qilamiz. Buni inchikqa Inchikka to'g'raymiz. Inchikka. Qiymimi dimlab pishiversin biz mayaqda. Barangini mayda pishirib evlayni. Qozonni qizitib olib, Qozonni andan qizitib olib, ondan may qo'yamiz. Qanchalik qo'yamiz maydan? Maydan qancha qo'ydik-miz? Mayda mush barangi cho'kichak bosib bo'ldi. Cho'kichilikmi? Ha. Baranginimi? Buni qalam chiqib bo'lgandan keyin suvchilab qo'ydik-miz? Meyimizmi qizib qopti? Bu suvdan ilib ustam bu suvdan ilib tursak pek paraslab ketadigan-ku, suv samsaq bo'lmanda. Suv samsaq bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? To'g'ram qalamchimizni suv samsaq qor birdan turib qolsa, qardab rangi. Bek paraslab ketdik-a. Suv sağa, mayoq sağa vaqtimizda o'zimiz jiroqroq turib, avval cho'rlar mundaq selib suvdan undaroq saqitib yevasak bo'ladi-a.
Rengi bunda sağağıcı bolsa boldu. Sargıyıp pişti boldu. Tayyorlagan barangizim pişti. Ustam 20 minut mu vaqt to'shdi ya? 20 minut 20 minut vaqtni to'shdi. Pishib qolgandi. Bu kıymamızın pişti. Voy, night apchiliklar yeyapmiz ku buni. Tinchlardan paydo. Buni endi Ha. to'g'raymiz. Shu taqsirga to'g'zib to'g'irsak bo'laveradi. To'g'zib to'g'rasak bo'lardi. To'g'ragan qiymimizni endi Ha. ibatni ishlatmagan kraxmalni endi ishlatamiz. Ha. Qachon ishiltakin deb men bu rahman. Hamma yerga ishda Hammaga sotgandik. surtamiz. Amdi bayi qatirib oldi degantingiz amdi buni Endi qatiramiz. o'shtilib ketmay, O'tirib ketmaslik uchun son tutib turdi qang'ir bo'lib ekanda amdi. Ha. Buncha qamdi? tuxum bilan Tekshir aralashtirib olmaganda iqna sirqini. Tuxum qo'ylamdi. Tuxumga milaymiz. Minnat bo'lgan tuxumga Yariyaqin Yariyaqini. endi kelma. ha, Endi qanaqa qilamiz? endi buni mayda bir qatam pishirib olamiz. Kesitamda xuna yerimni Va qozon kichikroq ekan. kerak bo'lganlik uchun ayrim pishasak bo'ldi. Mayni tushib bo'lgandan keyin soldik amizda. May tushgandan yozi. Tushganda o't chiqqanroq bo'ldi. To'yan o'tdi tushganda yoki. Normal o't bo'lsin. Buni ham normal. Normal o't bo'lsin. Buni nimishga solimiz samsaq bo'lmamda. Buni hamda qozonga mana sağa vaqtimizda asli tutib olmaslik uchun solamiz. U may o'g'ankin amaliyatim tutib olmaydi-ku. Ma asli chaplashib tutib olish ehtimolligi bor. Ham oilalar qilgan vaqtda hamda cho'ylda. Cho'yli silib bunday qilsak bo'ldi. Cho'yliq salsak Cho'yliq lekin salsak. manda shaklimda tuz chiroyli Tuz chiroyli chiqmaydi. chiqmaydi. Maymaq chiqib qoldi. May tushib bo'lgandan keyin salamda qo'ying. Ha, may tushib bo'lgandan yozi 70% tushganda yasasak bo'ldi. 70%. Ha. Qanchalik vaqt taqlaymiz? Mayda. Ha, yer yanqi sal qizarg'ich bo'lsa bo'ldi. Limmo tayyor bo'ldi. Bambuk to'rdan asta olamiz. Bambuk to'rdan. Cho'ylan o'rolni o'ynayotganda bu. Ha, asosiy. Buni qanaqa qilamiz? Buni hamda Kesib olganmiz. kesib olamiz. Mavi bayi biz mayda dog'lab olgan barang Barang qalamisi. qalamisi. İhman aldirki do'stlar, mana Turg'unjon ustam bizga o'sha Tumaris Ali Mehmonsaroyining alayda o'zgacha tamlik mayda pishirilgan meva go'sht qo'rimisining tayyorlanish usulini ko'rsatib berdi. Mana bu qo'rimimiz tayyor bo'ldi. Qarisi shunday chiroyli. Bu ko'ktatlar zinnat uchun qo'yilgan ko'ktatlarmi? Rasmi yog'ami bu? Ras. Rostga yis bo'ldi a? Ha, yapaqni hozir bo'lmasa. Ya bo'ldi, satib qolgandigan yalasam. Amsa bu qo'rimining bir alayligini bir deb beramiz usta. Buning alohidligi birinchidan churak, Ha. ikkinchidan mizlik, uchinchidan oziqlik qimmati intayin yuqori. Ha. Churuk, oziqlik Qimmati qimmati yuqori, yuqori. intayin mezlik. Mizlik bo'ldi. Ha. Nimishqa bu pek mezlik chunki ilqi 10 Do'rdamallarni xil tamlik. do'rdamalni Do'rdamekni qo'shatib emasmi? Ha, shu mezlikni yapaqsam bulamdi ya. Bo'ldi. Bak ichib ketding qo'zqo. Buni avval yeyish uchun Ha. qizilmish qiyam bilan Ha. Chuqur mush qiyam bilan yamdiq. mush qiyam bilan yesak bo'ldi, qiyam bo'lmasa o'zini yesak bo'ldi. Ha. O'zining ehtiyoji qarta. o'zining ehtiyoji qarta. Ishtasi qarta yesi bo'ldi ekanda, ochiq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar. Mana bundaq mush qiyamlar. Odat o'zimiz uyda so'qib tayyorlagan mush qiyamlar bilan qilsak bo'ldi, ha? Yesak bo'ldi ekan. Ochiq yeyishni yaxshi ko'rmaydiganlar, saptan bilan yeyishni yaxshi ko'rdiganlar.
İşte istemal qilsa bo'ldi ekan. Men qanday qilib baqay, ish kelsin qilib baqayman. Ye baqay ya. Bek mezlikka zirnan ta'mi bek kerak. Kuchli bo'ldi ekan ha. Raslar ko'rarman do'stlar, bek ta'mlikka oziqlik qimmatini aytib yuqori ekan bu tamoqning. Cho'nglarning bulamdi shu, yoshlarning ushaqlarning hammasini yeshiga muvofiq keldi ekan. Mencha bu go'shtni mayli qiymasini bek ushaq to'g'ri tayyorladingiz emasmi? Bu cho'nglar bilan ushaqlarning yeshiga bekrak mos kelamdikin deb o'yladim endi. Endi bunda esil tamoqni yemsanglar armonda qilsizlar, men hozirroq yetib qo'ydim. Amsa yigis bala tumaris qilib bo'lamdi yoki bo'lmasa o'zi uyda sinab yiqishni xohlaydiganlar bo'lsa, uyda sinab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Haqiqatan bek ta'mlikka.